kelib 3 kun deganda oilaviy o'tirib ovqatlanaman desam, uyda hech kim yo'qligini tushunmayapman. Telefon qilsam, telefonni ham hech kim ko'tarmaydi. Bugun sizlar 21mi? Ha, belli. Bugun qishlog'imizda to'y bor. O'shani rektorlar. Men bayram. Umuman chiqmayman. Oxirgi marta o'tgan yili bitta yaqin qarindoshimizni to'yi bo'lgan edi. O'shanga ham oxirga yetib borganman. Deyarli bo'lmasa umuman chiqmayman. Ana shuni yeyish kerakmi yoki po'stini olib yeyish kerakmi? Shuni hech tushunmayman. Atak shuni yesa ham bo'ladi-da. Hayır. Ben kulüsem. Biz ne fakaronla ojinimiz. Lekin şu magazinga kirdim. O'zimga yo'qqa degan narsani olib chiqdim. Nagli yo'qqa degan narsani olib chiqdim. Ovqat qilib yesangiz bo'lmaydimi deyishlari mumkin, lekin charchaganman. Harakatim yo'q. Hala ana makyajni ham yuvib tashlashim kerak. Model bo'ldim. Rozmet. Ekan. Zo'r nimasi? Yo'qchaniz kolbasalar ham yaxshi, ha? Nasıl hatta kolbasa olishga pulimiz bo'lmasdi. Lekin endi bu o'zi qornim ja ochmas edi. Chunki ovqatlanuvdim soat 5 da. Uyda yolg'iz o'tirish. Bu juda ham stressli narsa emas. Naborat yo'qadi menga. Chunki o'zim rejalashtirgan ishlarimga bemalol ulgurib boraman. O'zimga vaqt ajratib boraman. Va nima deydi? Bemalol tinch dam olib boraman. Lekin doimiyga yolg'iz yashash bilmadim. Bu ozgina ayanchliroq. Baribir hammani o'ylab bo'lsa yaxshi. Charchadim chaynashdan. Böyle tuyulma. Qaynama. Bilasizmi, uyimizda ana shu rayhonlik ayronni mendan boshqa hech kim yaxshi ko'rmaydi. Bitta o'zim uchun olib kelaman. Ular uchun alohida oddiy tvorog, smetana yoki kefir, o'zim uchun esa ayron. Mana shuni ta'mi menga yoqadi, lekin uydagilarga yoqmaydi. Qizlar, juda qo'lim qichyapti. Suv kelamki? Ha, endi men shunaqaman. Qo'lim qichsa qichitib qursam bo'laman. Ishonaman, ixlos xalos deganda ixlos qilish kerak.
Qani nima qilay, hammaga bo'ladi bu narsa. Men ketdim. Qo'l yuzlarimni yuvib uxlagay. Ertaga sizlar bilan yana gaplashamiz.